Assalomu alaykum Navrizon Flowers obunachilari. Bugun kunlaringiz xayrli va barakatli bo'lsin. Mana bugun o'zimda ko'paytirgan gullarimning natijalari bilan sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'ldim. Golland gulimiz Global Green. Ko'rib turganlaringizdek rosa chiroyli. Buni oldinroq olib ko'paytirgandim. Bu bo'linmagan, ko'chat qilinmaganlari. Barlarini bir ko'rsatay sizlarga. Rosa chiroyli. Golland ko'paytirishga oldim. Rosa chiroyli sort. Bexor ekan, to'g'risini aytsam. Qancha kesgan sarim shuncha ko'chat chiqarib yotibdi. Bularni yaqinda oldim. Oldinga ko'paytirgani qo'yganlarimni kesib mana shunday ko'chatlar qilganman. Ko'chat qildim. Bitta barg, bitta bug'un. O'z qo'lim bilan ko'paytirib qanday o'sishlarini ko'rib o'zimni o'zim xursand qilib o'tiraman. To'g'risini aytsam, mana ko'rsalaringiz natijamiz juda yaxshi. Astalik bilan barlari ko'rinyapti. Eng beozor stendapsiz. Epiprendum ham deyishadi buni. Mana bir bug'un, bir barg qilib ko'paytirgandim. Mana natijalari. Rosa zo'r bo'lib ildiz otibdi. Shunchaki tayyor bo'lib turgan ko'chatni, mana shunday katta ko'chatni 4 ga yo 5 ga bo'lib qo'ysak bo'ladi. Masalan, 5 talar kusti bor ichida. Lekin men shularni bir o'zim tajriba qilib ko'paytirib ko'rishni xohladim. Sizlarga natijasi hamshagi formula orqali ko'rib turgan bo'lsalaringiz, bular ancha bo'ldi tayyor bo'lganiga. Ozroq salfanni ochib, adaptatsiyadan o'tkazib, endi ko'rsatyapman sizlarga. Mana bargini ko'ring, rosa chiroyli. Mana shu bitta bug'undan ko'karib chiqqan. Ozgina sabr talab qiladi, lekin natijamiz yaxshi bo'ladi. Yo'qotishlar ham bo'lib turdi, lekin 100% ko'kladi deya olmayman. Bir 3-4 tamiz nobud bo'ldi. Menimcha namligi oshib ketgan bo'lishi mumkin. Hammada ham bo'ladi. 100% ko'klata olmaymiz. Allohim nima deb nasib etgan bo'lsa, shu narsa nasib etadi bizga. Mana shu gulimizda hozir sizlar bilan gruntga emas, faqatgina oddiygina suvga solib ko'paytirishni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Chiroyli gulimizni endi kesib ko'paytirishga qo'yib yuboramiz. Gruntda ham ko'rdik, bu usulini ham yaxshi. Teplechka qilib salfanlarga o'rab qo'ydim. Mana shunday oldidan yangi barik, mana shunday yangi tomirlari chiqqandan keyingina salfanlardan ozgina ochib, havoga o'rgatib, keyin esa salfandan chiqarib oldim. Mana gulimizda mana shoxlari ozgina pishmagan, qattiq. Endi biz pishmagan deyman o'zim tilim bo'yicha. Lekin qattiq shox mana shu yerlari yumshoq bo'lib turibdi-da, shuning uchun kesmayman. Buni ko'pgina shoxlari kesilgan ekan, tagidan yangi shoxlar chiqib kelyapti. Shuning uchun mana shunisini kesmoqchi bo'lib turibman. Chiroyli qilib sizlarga ham ko'rsatay dedim. Shunchaki kesib, shunchaki suvga solamiz. Bismillahirrohmanirrohim. O'tkirroq jism bilan kesasizlar. Qaychi yordamida ham kessak bo'ladi, faqat mana shu kesilgan joyi qiyilib qoladi. Ezilib, masalan, ikkita qaychini biriktirib kesganingizdan keyin qiyilib qoladi. Shuning uchun chirib ketishi ehtimoldan xoli emas. O'shaning uchun men ko'proq o'tkirroq jism bilan kesaman. Shunday qilib, chiroyli qilib kesib olamiz. Shunchaki suvga solib qo'yamiz. Qani suvda ham tez ildiz otarmikan. Kamida 25 kunlarda ildiz otdi. Bunda tayyor воздушный tomirlar ko'rinayotgan bo'lsa. Buni ham mana Epiprendum Gollandiya pasporti
chet eldan bizga kirib kelish uchun qo'yiladigan pasport bularga ham. Buni ham kesib olamiz. Golland stendapsuslarda poyalari rosa qattiq bo'ladi. Ehtiyot bo'lib, ziyon yetkazmasdan kesib olasizlar. Xitoylarimizniki poyalari yumshoqroq bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsalaringiz kerak. Mana shu poyasi rosa qattiq. Shu kunda qo'ygan enjoy gulimda ham rosa poyasi qattiq ekan. Kesilishi kichkina qiyin bo'ldi. Bundan ham kesadigan joyimiz 5 ta kust ekan. 5 tagina shoxi bor ekan. Hammasi pishmagan. Shuning uchun kesmaymiz. Qiziqib turib kesib olmaysizlar. Mana shunday oppoq joylari yashil bo'lib, qattiq bo'lib, mana shu yam yashil bo'lsagina kesib olsak bo'ladi. Shunchaki o'g'il tabletga tashlayman. Suvimizga suvga solib qo'yaman. O'zim uchun ko'paytirmoqchi bo'ldim. Sizlarga ham ko'rsatay dedim mana. Shu vazdushniy tomirlari oppoq bo'lib yurib, shu ko'rinadigan stakanchiklarga qo'ysalaringiz, o'zlaringiz ko'rib tomiri ildiz otdimi yo'qmi ko'rinib turadi. Buni salgina qo'zg'ab yuboramiz. Bizda hozircha 4 ta chirinok chiqdi. Botib tursa ham bo'laveradi. Uni hech qanday ziyoni yo'q. Suvimiz faqat yaxday bo'lmasin. Iliqroq joyda tursa, mana shu suvimiz yaxlab qolmasa bo'ldi. Chirish umuman kelib chiqmaydi. Katta sabablardan biri shu suvimiz yaxlab qolsa, iliq joyda tursa ham skvoznak joyga qo'ymaymiz. Oshxonalarga, kuxnyalarda ustiga ozroqgina, kichkinaroq stakangami yo yengilroq idishga, stakanchiklarga ekib, shunaqa qo'ysak ham bemalol ko'klab ketadi. Ildiz otgandan keyin bemalol ekib olasizlar. Mana shunday chiroyli gullarimni sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'ldim. Mana ko'rinayotgan bo'lsa rosa chiroyli. Mana shu barigi rosa katta ekan. Shunday chiroyli gullarimiz. Kimga qiziq bo'lsa, pastga Telegram gruppamda silkasini tashlab qo'yaman. Bemalol gruppaga kirib, gullardan qiziqqanlar bemalol olishlaringiz mumkin. Xo'p, unda sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.